Assalomu alaykum. Hurmatli yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu video kundalik tahlil desa ham bo'ladi, weekly outlook desa ham bo'ladi. Buni ko'ramiz, chunki hozirgi berib turgan ideya bir kunda yoki bir haftada o'zini atrofdagini ko'rsatadi inshaalloh. O'zi menimcha bugun erta atrofdagini qilib bilsa kerak. Buni ko'ramiz. Soat 12 birlarda bozor yopilishini, bugungi bozor yopilishini ko'rib, keyin analiz beraman dedim va bozor yopildi. Bizi formatsiyamiz bo'yicha yopilib berdi, yaxshi, yomon emas. Nu ko'ramiz endi bundan bag'i nima bo'lar ekan. Tillarda hali ham long ideyaman, yana qaytaraman, long ideyaman. Hali men uchun sell ideya aktual emas. Longda ideya qilyapman. Endi men masalan pastdan kirganlar, masalan pastdan kirganlar, chunki bizni nimamiz bo'yicha mana shu nuqtaga kelib berganda o'zi kirish kerak edi. Yokida keyingisi double polch bo'lganda kirish kerak edi. Sell stop by stop bo'lganda kirish kerak edi. Men o'zim pastdan to'rtta entrim bor. Bu yoqda kirganlarimiz hammasi bezib o'tgani quchoqladi. Ko'ramiz. Qani ko'p texnik analizlarda yoki boshqa holatlarda boshqa omma endi baribir ko'ramiz, o'shani qilamiz. Hammasi sellga ideya qilishni boshladi, lekin nimaga longligi oddiy sababi. Bizda IFVG ni ko'rgan bo'lsanglar, FVG oddiy masalan CB, ya'ni sellga taqdim etilgan FVG ni breakout qilingan mana shu joyda. Ungacha bo'lgan holat qaranglar, range chiqqanda va bitta breakout qilindi. Retest berdi, undan ketdi. Mana shu FVG ni o'zidan biz bergan edik. Mana shu g'oya bo'yicha o'sha yerda o'zi ketib qolsa kerak deb, undan keyin bilmadi ketdi. Dakansi ketolmagani sababi fundamental holat bo'yicha, tushuntirib berdim. Fundamental holat bo'yicha hamma baribir long ideya qilibdi. Dushanba kuni o'zida hamma ideya qilish boshladi. Dang, lekin baribir bozor hamma ishtirokchilar bilan birga yurolmaydi. Shu uchun ham pastga yaxshigina likvidatsiya yetishgani tushib ketdik. Hozirgi holatda likvidatsiyamiz mana shu. Ya'ni oxirgi last stage of distribution degan bo'ladi. Va bu holat 75 ta oldida to'g'ri kelgani uchun, 6 to'g'ri kelgani uchun bu reaksiya berishimiz kerak edi. Va 51 marta reaksiya berdik. Undan keyin qarab ketamiz. Endi pastga tushib olishga mantiq yo'q. Chunki oxirgi to'ltirsa bu, undan keyingi to'ltirsa bu, oxirgi 1, 2, agar mana shuni oladigan bo'lsa, o'zi longity aktualni yo'qotadi. Endi xavfsiz yo'li qanaqa qilib biz ideya qilsak bo'ladi? Mana shu haqida gaplashamiz. Tepada bizni anaqamiz bo'yicha buy side turibdi. Buy side'ga borishi inshaalloh aniq. Shatto o'zidan kiramizmi deydigan bo'lsak, yo'q, paka shatto o'zidan kirmaymiz. Bizga bu kelishsa kerak bo'lgan nuqta hali nimada ham kumushda ham S&P bo'lgani yo'q. Endi nima qilishimiz mumkin deydigan bo'lsak, bizga yaxshi e'tibor berdi, nima qoldirdi? FVG qoldirdi. Va FVG ni chapga tomonga o'tadigan bo'lsa, nima hosil bo'lyapti? BPR, ya'ni BCM va FVG ham pastdagi mana CB bas, agar qora kundalik bo'lgan CB bo'lar, mana bunisi BC respekt qilinmasa, sirazi orqasidan nima CB nima qilindi, ya'ni taqdim etilgan FVG hosil bo'ldi. Endi shu holatdan menda ikkita ideya bo'lib turibdi paka. Qanaqa qilishimiz mumkin? Masalan, hozirgi holatda mana shu low ham aktualni men uchun to'g'risi bo'lgan low. Yo mana shu lowni to'g'risi yana bir marta perisweep qilib keyin ketadi yokida mana shu FVG ni ustiga qanaqadir breakout qilinadigan bo'lsa, ya'ni zangor candle bilan break qiladigan bo'lsa, keyingi candle kelganda retesidan kiriladi. Ya'ni eng yaxshi nuqtalardan bittasi shu. Ya'ni biz uchidan kirishimiz shart emas hozirgi holatda. Prям mana shuni ustiga chiqib qolsa, ya'ni breakout qilinsa, tana bilan yopish kerak. Eslab qoling, tana bilan. Shpilka bilan yopilish shart, tana bilan yopilib beradigan bo'lsa, juda ham ideal bo'ladi. Endi men o'zim kutyapman, bu lowni yechib berib, keyin kelib bersa, zo'r bo'lardi. Masalan, payshanbani o'zi sweep qilib yopilib bersa, juma kuni o'zidagi tushib tepaga breakout qilib yopilib bersa, dushanba, seshanba, chorshanba prям tepadagi all time highgacha ishlab olsak bo'ladi inshaalloh. Tushuntirib berardim degan umiddaman, lekin mana shu nuqta, ya'ni breakout nuqta juda ham kerak imenda biz uchun. Ya'ni bu nuqta bo'lgandan keyingina bozorga kirsak zo'r bo'lardi, lekin ungacha kirish opasniy o'rtoqlar, chunki hozirgi holatda narx pastga tushib ketadimi, tushib ketmaydi, uni bilmaymiz. Agar trend dakansa buy ketadigan bo'lsa, mana shu FVG ni hurmat qiladi. Agar hurmat qilib tepaga yopiladigan bo'lsa, dakansa pastga hurmat qilinmaydi, pastga hurmat qilinmasdan pastga yopiladigan bo'lsa, shpilka bilan unda
biz qo'rqitsa bo'ladi, qo'rqsak bo'ladi sizlar ketib qolishiga, lekin yo'q, unaqa holat bo'lgani yo'q paka. Tем более haylarga yaqin kelgan tanalarda hali nima kelgani yo'q. Agar sel ketmoqchi bo'lsa ham, globalniy sel ketmoqchi bo'lsa ham, bu hayni olib keyin ketadi. Ungacha bu narsa yo'q. Chunki nimaga globalniy hayni olib? Chunki mana shu nuqtaga yetgandan keyin dakansi bo'lgani 6000 ga 7000 ga hali ketadi degan fraza bo'lib qolib, ketishi mumkin, lekin globalniy trend hali buzilgani yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun ham lokalniy trend buzildi. Mana 4 soatlik o'tadigan bo'lsa 4 soatlik oxirgi low buzildi. Endi ular uchun bu narsa bo'ldi, biz trend buzildi, trendni buzdi. Endi biz sizlarga tegishli bo'ladigan juda ko'pchilik nimasini ko'rdik. Nimaga masalan bu buzgan bo'lsa ham men nima deb o'ylayapman? Sababimni buzgan ko'rasizlarmi? Agressiv buzgan. Agressiv buzgani bizga yaxshi, chunki bu likvidatsiyani yechdi. Agar likvidatsiyani yechilmasdan prosta trend davom etkazganda kompressiya bilan pastga break qilar edi, lekin bunday narsa qilmadi. Shuning uchun ham paka menda ideya long aktualniy. Endi menda bitta ikkilanch bo'lib qoladi o'zi. Tepada o'tirgan paytda DXYimiz narx ochilishi bilan narx o'zi gap bilan pastga ochilishini kutdim bu holatda, lekin teskari tomon bo'lib narx tepaga o'tib oldi. Tillada bilan ko'proq dollar korrelatsioniyda, ya'ni sel tilla balki deydigan bo'lsa, mana bundan tushuntirib beraman. DXY pastga ketsa tilla oshadi. DXY tepaga ketadigan bo'lsa tilla bir joyda qotib qoladi, pastga yurmaydi. Bir joyda qotib qoladi-da, chunki tillaga dollarga pul ketib turgan bo'ladi. Lekin bitta tilla ham bitta oshdi, bu ham oshadi. Shu joyga jichcha odamni o'ylantirib qo'yadi, ertangi kuni tashlab qo'ya qoldi. Endi hozirgi holatda all time highdan liquidity'ni yechdik. Nima ham даже oti nima edi? DXY bundan endi dakansa ketib qolish qobiliyatimiz bor. Nu ko'ramiz. Endi DXYda sell aktualniy bo'lib turibdi. Hech bo'lmaganda mana shu nuqtalargacha. Chunki nimaga bu nuqtalar? Chunki 1 2 3 4 marta low bo'lgan. Equal low bor. Va shu nuqtaga chiqib olishimiz kerak. Shuning uchun ham tillada balki buy qidiryapmiz. Buy bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Agar bizdagi masalan 5620 mi? 5602 bo'ladigan bo'lsa, agar keyin 6000 ga qarab ketadi. 6000 gacha bemalol ishlashlaring mumkin. Endi keyingi pari bitta mana shuni ham analiz qilib beray. Nimaga endi nima qilib turganimiz sababi hozirgi holatda mana shu nuqtani yechdik. Sell side'ning kuchli bo'lgan, trend davomiyligini kuchli bo'lgan nuqtani yechdik. Va shu nuqtaga kelganda agressiv bo'ldi va bu nuqta yana bir marta pastga dakan sell side'ga tushib ketish qiyin. Nimaga unaqa deyapman? Bu dakan tepada qanaqa sell side'lar, buy side'lar yechmadik, to'ltib qilmadik. Shuning uchun ham chiqib turib to'ltib qilib keyin ketib olishga qobiliyati bor buni ham. Shuning uchun ham bir nima deya olmaymiz. Mendagi ideya mana shu haylarda bo'lyapti. Nimaga bu hayda deb turgan sababi, buni ko'ryapsizlarmi? Equal high. Ya'ni equal high. Hech qanaqa futures ham olmagan. Fund ham adashmasam olmagan. Nima fund deyman. Bunda bitta to'g'risi, ikkinchisi ham yo'q. Mana ko'ryapsizlarmi? Bir marta reaksiya bergan, mana shuni o'ziga, lekin ikkinchisi ham yo'q. Bu olmayotganda ham buni o'zini qilishimizga haqqimiz bor ekan. Даже DXY ham. Shu uchun qanaqa buy qilishimiz mumkin? Buy saytimiz mana shu. Mana shu diapazonda deydigan bo'lsak ham, masalan 220 pips. Shaqa chiqish ehtimoli juda ham yuqori. Shaqacha buy ishlasa endi qanaqa qilib buy ishlash mumkin deydigan bo'lsak. Menda ikki xil holatdagi fraza bo'lyapti va yangi oy kirib keldi. Yangi oyda har doim daily intensiv bo'lish kerak. Intensiv bo'lgandan keyingina ipta cycle, ipta data range aktuallashadi. Men endi ko'rgan bo'lsanglar FV ga qolgan. Agar menga juda ham idealniy bo'ladi, mana shu FV gini respekt olib pastga tushib ketsa, mana shu lowni yechib turib keyin ketadigan bo'lsa, o'shanda aktualniy ko'payadi. Mana shu FV ga ochiq qolyapti-ku, mana shu FV ga o'ziga как magnit sifatida narx tortadi va undan keyin akansi chiqib ketadi. Yo'q, pastga tushmaydigan bo'lsa ham, mana shu FV gini tana bilan break qilishi bizga ancha narsa confirmation beradi va undan keyingi holatlarda qanaqa qilib bayga ideya qilsak bo'ladi. Lekin idealnisi bundan ham ko'ra, masalan Vinet pastroq bo'ladigan bo'lsa, koeffitsient pastroq bo'ladigan bo'lsa, borish ehtimoli low chiqqandan keyingi holatda juda ham bo'ladi. Lekin sizlarga bitta narsa, yangi hafta yoki yangi kundagi dailydagi lowlar resentini ko'raylik yevroda. Agar DXY onsini hayda olgan yoki bu ololmagan bo'lsa, shunday qiladigan bo'lsa, keyingi kundan savdo ideyasini qilsa bo'ladi bayga, shu uchun. Xo'p, bunda tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsa hammasi shulardan iborat edi. Qolgan detal narsalar mabodo
kanalda e'lon qilamiz. Hozir tushunib beradi degan umiddaman. O'sha 2 harakatda imkon qadar ushlashga harakat qiladi. Nimaga bu narsalar kutyapman? Buni Forex o'zidan hisob kutish ham mumkin-ku. Davoq kutish mumkin, lekin kuchli bo'lgan liquid metda buni trend davom etkazib ketdi. Ya'ni tepaga chiqib turib, keyin davom etsa, undan ham yaxshi. Masalan, oddiy holatda bu trendda boshlanishida ham kuchli bo'lgan liquid yechgandan keyin boshlangan. Buni holat trendda ham buni kuchli liquid yechgandan keyin batta DX va yechgan, keyin ketganda. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun ham kuchli trendlar boshlanishida har doim likvidatsiya kerak. Likvid yechadigandan keyingina yaxshi holat bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Charchamanglar. Omadli savdo.